sajda qilishlikni qanday qilishligimiz kerak? Chunki sajda bu siz bilan meni ibodatimni rukni hisoblanadi, asosi hisoblanadi. Shu sajda masalasini ikki og'iz inshaalloh namozimizdan oldin tushuntirib qo'ysak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Imom Buxoriy sahihlarida keltiriladi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadigan hadisda umirtu an asjuda bi sab'ati a'zam dedilar. Men 7 ta a'zo bilan sajda qilishlikka buyurildim dedilar. Mana shu sajda qilgan paytimizda 7 ta a'zomiz yerga mustahkam yopishishligi farz bo'ladi. Rasululloh ko'rsatgan paytlarida alal jabha dedilar deb burunlarini ko'rsatdilar. Ya'ni peshonam, sajda qilganda birinchi peshona degish kerak. Mana shu nihoyatda nozik joyi shuki, ba'zi odamlar sajda qilganda peshonasini manbuti bilan sajda qiladi-da, burun tegmaydi. Ulamolarimiz hadisni sharhida aytadilarki, burun bilan peshonani suyagi bitta, ikkalasi ham yerga tegmasa sajdang o'rniga o'tmaydi deydi. Mana shu ko'pincha ko'rib turamiz, peshonani mana yeri qorayib ketgan, mana shu sajda qilgan, bu yoq tegmagan. Bu namoz sajda emas u. Namozingiz o'rniga o'tmaydi. Mana shu burun bilan peshonaning suyagi yerni mahkam ushlash kerak. Bir kuni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bir masjidga kirsalar, bir odam peshonasini latta bilan bog'lab olgan ekan, sallaga o'xshatib, ro'molcha bilan bog'lab olgan ekan. Keptilarda haligi ro'molchasini yechib tashabdilar. Shunda namozdan keyin nimaga unaqa qildingiz deb boya odam e'tiroz bildirgan paytlarida aytgan ekanlarki, sani man Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shaxsan o'zim eshitganman. Mana shu 7 ta a'zoni to'sib qoladigan narsalar bo'lmasin. Ochiq, qattiq yerni mustahkam tutsin deb aytganlar. Shu uchun namozing o'rniga o'tmay qolishligi aniq bo'lganligi uchun peshonangdagi ro'molchangni yechib tashladim dedilar. Shu uchun bizni mazhabimizda agar salla mamnaqa bo'lib tushib tursa, sajda qilsangiz makruh bo'ladi, agar yerni peshona bilan burun qoplasa. Agar peshona tegib burun tegmasa, namoz o'rniga o'tmaydi. Mabodo burunni ustida bir yarami, qanaqadir uzr bo'lsa, uzr sababli peshona tegsa o'rniga o'tadi. Ammo peshonada yara bo'lib turib, faqat burunda tegsa ham o'rniga o'tmaydi. Shu uchun albatta peshona bilan burunni sajda qilganimizda yerga tekkizishimiz kerak. Keyin yerda paxtaga o'xshagan yoki qalin gilamlar bo'lib yerni qattiqligini peshona bilan burunning suyagi his qilmasa, u ham sajda o'rniga o'tmaydi. Mabodo gilam qalin bo'ladigan qalin narsa bo'lsa, ustiga qattiq taxtami qo'yib keyin sajda qilish kerak. Bu birinchi bizni sajdamizni mukammal bo'lishligi uchun zarur bo'lgan narsa. Agar sajdaga yerga peshonani tekkizishlikka uzr bo'lsa, ishora bilan sajda qilinadi. Biron narsaga hozir bir o'tiradigan stollar chiqdi, bundoq qilib tekkizadi, u o'rniga o'tmaydi. Ishora qilasiz, kifoya. U boshqa bir kitobga o'xshagan yo stolga o'xshagan narsaga sajda qilinmaydi. Rasulullohning ko'rsatmalari mana shu. Endi ikkinchi sajdada biz uchun zarur bo'ladigan narsa oyoqlarimizni sajda qilgan paytida yerdan ko'tarib yuborishligimiz kerak emas. Mana masalan sajda qilganimizda deylik oyoqlarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 7 ta a'zo dedilar. Peshona, 2 qo'l, 2 tizza va 2 ta oyoq. 2 ta oyoqni ham uchi hammasi qiblaga qarab turish kerak. Iloji boricha 10 ta panja qiblaga qarash kerak. Uzr bo'lsa, unda uzr bilan o'rniga o'tadi. Ammo beuzr odamlar mana shu sajdaga borganda oyoqni qisqa tashlash kerak.
Mana uzun tashlash kerak emas. Mana oyoqni qisqa tashlasangiz, shunda panjalar 5 tasi ham qiblaga qarab turadi. Mana masalan, hozir shuni ko'rsatamiz iloji boricha. Mana deylik sajdaga borayotganimizda Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Oyoqlarimiz mana 10 ta panja qiblaga qarab turibdi. O'tirganda Allohu akbar deb turib, yerdan qimillatmasdan yerga sudrab orqaga qaytaramiz. Yana ikkinchi sajdaga borganda yerdan ko'tarmasdan Allohu akbar deb turib, mana shunda sajda qilamiz. Bitta oyoq ko'tarilsa, oyoqni bittasi sajdada ko'tarilsa, makruh, haromga yaqin bo'ladi. Ikkalasi ham ko'tarilib ketsa, namoz fasod bo'ladi. Chunki sajda mukammal bo'lmadi deb ulamolar aytganlar. Shuning uchun oyoqni sajdaga borganda ikkita oyoqni ham yerga mahkam bosib turish kerak. Agar ikkalasi ham ko'tarilib ketsa, namoz fasod bo'lib qoladi. Chunki Rasulullohning boyagi "Men 7 ta a'zo bilan sajda qilishga buyurildim Robbim tarafidan. Menga farz bo'ldi" dedilar. Butun ummatlariga farz shu. Shu oyoqni sajdada iloji boricha ko'tarish kerak emas. Yoshlar, quvvati borlar 10 ta panja ham qiblaga qarab tursin. Yana sajdada qo'lni qo'ygan paytimizda peshonada mana shunday tursin qo'l. Mana shu biron narsani agar quloqdan tashlayoladigan bo'lsangiz, quloqni ustidan mana o'rtasidan tashlagan narsa kaftni o'rtasiga tushsin deydi. Shuning uchun mana bunaqa qilib turish, yo oldiga yo orqaga qo'yib turish bu tarki sunnat bo'ladi. Sajdada mana shunday qo'llar bir-biriga yaqin peshonani qoplab turish kerak. Mana shunday qoshga yana qo'llar mahkam qiblaga qarab jips bo'lib turish kerak. Ora ochiq bo'lmasin. Qo'llar mana bunaqa bo'lmasin. Balki mana shunday mahkam yopib, 10 panjani yopib, mana shunday mustahkam qo'lni peshonaga bosib va sajda qilgan paytimizda burun bilan peshonani suyagi yerga tegib, qo'llar ko'tarilib turish kerak. Ko'tarilganda mamundaq qilib ochib yorib atrofdagilarga aziyat berish emas, balki mana qo'ltiqqa yopishroq, qattiq yopishgan emas, yopishtiribroq turgan holatda mana bilaklar yerdan ko'tarilib turish kerak. Buni ham men hozir ko'rsatib beraman. Mana Allohu akbar deganimizda mana yerga mamlaqa yopib qolmasin, qorin tizzadan sondan ko'tarilib tursin. Son esa mana bu boldirdan ko'tarilib turish kerak. Qorin sondan ko'tarilib turish kerak. Mana shunday qilib sajda qilishimiz kerak. Ana shu inshaalloh sunnatga muvofiq sajda. Keyin qorinni sal orqaga tortib turish kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda qilgan paytlarida qo'zichoq o'rtadan o'tib ketsa bemalol bo'lardi deydilar. Hali qorinni pastga tashlab yorib emas, balki sal bundoq o'zimizni orqaga tortib, o'sha qornimiz bilan sonni o'rtasini ochib gavoq qilib turishimiz kerak ekan. Ana shunda inshaalloh sajdamiz mukammal bo'ladi. Sajda bu farz, namozning farz amallaridan. Alloh taolo hammamizni sajda ko'p qiluvchilardan bo'lishligimizni Alloh nasib etsin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohga eng bandasining yaqin, ya'ni ibodatda, duoda qabul bo'ladigan, duosi ijobat bo'ladigan payti sajda paytidir dedilar. Alloh taolo hammamizni ko'p sajda qilguvchilardan, ibodatlarimiz qabul bo'lib Allohning valilari, do'stlaridan bo'lishligimizni o'zi nasib etsin. Bir rahmatika.